Assalomu alaykum. Damas mashinasini olib qo'yganmiz. Shopir akamiz ishimizga havas qilib kelishibdi. O'zlari ham bitta resorlar ko'zdan kechirib, mochina qilib beringlar deb olib kelishibdi. Bittadan qo'shimchasi bor ekan, ammo resorda holati o'ta xafa darajada, ko'ryapsizlarmi, sochilayotibdi. Kamiga Moskvichni baldag'ini tiqib qo'yilgan, jinday yukursam orqaga uraveryapti deyishyapti. Holat shu, mana oldilari shu ahvolda. Biz bunga nima qilamiz? Hozir qaytadan sochib tashlab, moshinalab yig'ib, orqadan xomutlarga olib, mana Moskvichni baldag'ini olib tashlab, chotka qilib bitgan joyga qo'yamiz. Damasimizni tayyor bo'lgan holati ko'rishingiz mumkin. Biz bunga nima qildik? O'zini zavodskoy baldaqlarni qo'yib, orqadan xomutlarga olib, ortiqcha uzun listlaridan qirqib, mana oldi holatlari ham bir tekisda bo'lib, yog'lab, riktovkalarni qilib, mochina qilib qo'ydik akalar. Mana ko'ryapsizlarmi? Endi abaqa resorlar sochilmaydi. Turish holatlari. Moskvichni baldag'ini olib tashladik. Bo'lmagan narsa akalar. Prosta ko'z bo'yamachilik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar, sog' bo'linglar.